Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni xatirlatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim Italiyaning Rim shahrida chaqirilayotgan Trans Radikal partiyasining 39-navbatli qurultayga qatnashmoqda. Qurultayga 45 davlatdan 385 vakil kelgan. Qurultayning ichilish nutqini Italiya tashqi ishlar ministri Santaga apandi so'zlagan. U ichilish nutqida Uyg'ur va Tibet masalasini tilga olib o'tgan. Trans Radikal partiyasining ichilish murosimida Rabia Qodir xonimga yig'in boshqarish hay'atining qatoridan o'rin berilgan bo'lib, bu radikal partiyaning Uyg'ur masalasiga qanchalik ahamiyat berdiganligining ifodasi ekan. Rabia Qodir xonim bu navbatdagi ziyorati jarayonida Italiyada bir do'stlik guruhi qurishni plan qilayotganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayının bildirişçe Xitay hökuməti yaqında Gulji şəhərində elib bağan atalmış əksiyətçil məzmundakı sınalğu lentləri və DVD plastinkalarını yığıvilish hərəkətində 7 nəfər Uyğurni tutqun qılğan. Xitay hökuməti Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Rabia Qodir xanımның hayatı tema qılınğan Muhabbətning 10 şərti namlıq hüccətlik filmning DVD plastinkası, chet eldagi Uyg'urlar tarafidan ishlangan Uyg'ur milliy erkinlik marshi və bəzi diniy temadagi sınalğu lentlərinin Gulji şəhrində bayqalğanlığını bahane qilib, bu qitimqi tozalash harakatini elib bağan. G'uljidagi yerlik saqchi doiralari DVD və sınalğu lentlarini yig'ilish harakati elib bağanlığını e'tirof qilgan bo'lsa-mu, biroq odam tutqun qilganligini rad qildi. Qashqar shahrining davlat bog'isida Uyg'urlarning Xitoy fuqarolariga qaychi bilan hujum qilishi vaqasi yuz bergan. Qashqar shahridagi xodimlarning dalillashicha, hujum o'sha oyning 3-kuni, ya'ni shanba kuni soat 11 da yuz bergan. Qashqar davlat bog'ida yuz bergan qaychi bilan hujum qilish vaqasida bir Xitoy fuqarosi zaxmlangan. Xitoy doiralari vaqa sodir qiluvchi va zaxmlanuvchining kimligi, shundaqli vaqaning tafsilotini 5 kundan beri axborot vositalaridan yoshirin tutmoqda. Saqchi xodimining oshkorlashicha, vaqada hujum qiluvchi yo'pirg'iliq 40 yoshli bir Uyg'ur, hujumga uchirguvchi bo'lsa bir Xitoy fuqarosi. Qashqarda bu yil 4-oyning 18-kuni bir nafar Uyg'ur yosh ko'chada ketayotgan Xitoy fuqarolariga pichoq bilan hujum qilib 6 Xitoyni yaralandirgan edi. Bu yil 30 va 31-iyul kunlari yana Qashqar Yangi bozor vaqasi yuz berib, 10 necha Xitoy fuqarosi o'lgan, 50 dan ortiq Xitoy yarda bo'lgan edi. Xalqarалық kişilik hüquq günü münasibati bilan 5 dekabr Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamentida Xitoydagi kişilik hüquq vaziyati haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Xitoydagi advokatlar uchrayotgan kişilik hüquq masalalari haqida ma'lumotlar berilgandan boshqa, nuqtali holda Uyg'urlar duchor bo'layotgan kişilik hüquq dafsandichiliklari haqida ma'lumot berildi. Guvohlik berish yig'iniga Xalqarалық kechirim tashkilotining Bryusseldagi mas'uli Barbara xonim riyosatchilik qilgan. Bosh shtabi Nyu-York shahriga joylashgan Xitoydagi kishilik huquq tashkilotining prezidenti Sharon Hom xonim Uyg'urlar duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsandichiliklari to'g'risida Dunyo Uyg'ur Qurultayining Yevropadagi aloqachisi Mehmet To'xti Uyg'urlarning umumiy vaziyati, qo'shtillik ma'rif ham Uyg'ur musofirlar masalasi haqida ma'lumotlar berdi. Her yili 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni qilib bekitilgan edi. Xitoy turmusida noma'lum sabablar bilan o'lib ketgan Nurul Islomning dadasi Sharbozxonning bildirishicha, Nurul Islom o'lish oldida bir maxfiy xat qoldirib ketgan. Sharbozxonning xati haqida deb berganlarga qaraganda Nurul Islom o'lish oldida qoldirib ketgan maxfiy xatida 2,5 yilga yaqin Xitoy turmusida yetish jarayonida har xil qiyin qistoqlarga ilinganligi va bu yillik qurboniyat mazgilida turmida hayit namozi o'qishga uringan Uyg'urlarning qattiq tayoqqa besilganligi xotirlatilgan. Sharbozxonning o'g'li Nurul Islom 2009-yili 27-iyul 5-iyul vaqasiga chetilib qo'lga olingan va 2010-yili 4-oyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Nurul Islomning bu yil 13-noyabr Xitoy turmusida o'lib ketganligi oshkorlangan. Yaqında Almatıda ataqlıq muzikant Kurash Ko'san vafotining 5 yilligi munosabati bilan naqsh san'at kechiligi o'tkazildi. Mazkur faoliyatni Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi tashkillagan. Bu kechilikda marhum Kurash Ko'sanning vatanparvar, millatso'yar xislatlari xotirlandi. Marhum Kurash Ko'san 2006-yili 10-oyning 29-kuni vafot bo'lgan edi. U qisqa, ammo ma'nilik hayotida Uyg'urlar uchun nurg'un qimmatli asarlarni qoldirgan va Uyg'ur milliy harakatiga zo'r to'hfalarni qo'shgan.
Күрәш күсән аят вақтыда атландық. Рабия Қадыр, Шейітлә өлмәс, Салам даңла вәтәнге қатарлық надыр нақшылары вә бір қысым шерлері білән нұрғын дылланы ләрізгі саған еді. Bu yıl 11 ayının 23. günü 60'tan artıq Xitay ərzlər bilə 12 nəfər Uyğur ərzlər Xitay Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komitetinin məsulları bilə görüşini tələb qılğan. Dərvaz aldıda vəzifə ötəvatqan saxçılar ərzdarlarının qorağı kirişigi tosqanlıq qılğan. Bu çağda Uyğur ərzdarlar qoranın içiga etilib kirgan. Qoradagi 20dan artıq saxçı 3 ərzdarni işxanaga so'rab kirib qattiq urgan və ağır dərəcədə yaralandıgan. Vaqaning oqibatida Uyg'ur arzdorlar Bejingdagi bir tutib turish markaziga qamab qo'yilgan. Bu joyda Uyg'ur arzdorlarning saqlari yordorlarni do'mbisiga yutib qamoqxonadan qochib ketgan. Shu kuni og'ir darajada zaxmlangan arzdorlardan biri Yakan noyisining odamliq yezisidan Yasin Sodiqdir. Bay nayisida 2 xil kiyim pason ko'rgazmasi o'tkazilib, modi kiyinganlar zamonga loyiq, madaniy kiyinganlar deb tashviq qilinib, diniy yo'sinda kiyinganlar, g'ayriy kiyinganlar deb masxir qilingan. Mazkur modi kiyim ko'rgazmasi haqida Sayron bozori qonun umumlashtirish ishxonasidan ziyoratimizni qabul qilgan bir xodim ayollarning ro'mol ortishga o'xshash diniy yo'sinda kiyinishiga qarshi turishning bu qitimqi 100 kunlik zarba berishning nishoni ekanligini, bundaq kiyingan ayollar bayqalgan aman hukumat o'rinlariga tutib opirilib, ro'moli ilib etilgandan boshqa jazoga uchraydiganligini bildirdi. Tangirtaq to'rining munozir munbirida modi kiyim ko'rgazmasi haqida e'lon qilingan bir tema necha kundan buyon ovat temaga aylangan bo'lsa-mu, radiomiz bu haqda xabar bergandan keyin to'sib etildi. Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta görüşkiçə aman bo'lgaysizlar. Xeyri xoş. Xeyr xoş.